Assalomu alaykum. Javohir Nurmeriy, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Javohir, bu safargi kinoni Tailandda olmoqchiman. Ikkita bosh rolga qiz, ikkita geroyga bola kerak. Xudo xolasa, agar aktyor aktrisalaringiz bo'lsa, срочный faqat срочный yetkazing. Tailandga uchib chiqib ketishimiz kerak. Bundan oldin kinoni o'yizdan premyerasiga tushgansiz, Dubayda olganman. Bu safargisini Tailandda olaman. Qiziqadiganlar bo'lsa yuboring. Zagran pasporti bo'lishi kerak. Agar bo'lmasa bir haftada chiqar zagrani ham. Imkon boricha tezroq hal qilishimiz kerak, chunki uspet qilmayapman. Boshqa proyektdaman hozir. Shu sababli hozir Tailandga ketmoqchiman. Qishgacha kinoni olib qaytamiz 30 kunga Tailandga. Zagran pasporti bo'lishi kerak. Ikkiga biletini, mehmonxonasini o'zini ko'tarsa bo'ldi. Kino bepul. Kelishdiki, Javohir o'zingiz ehtiyot qiling, xudo xolasa aktyorlaringiz bo'lsa jo'nating, yuboring. Shartnoma qilamiz, o'zimiz Tailandga birga borib syomka qilib kelamiz. O'zingiz ehtiyot qiling.